Rahmat. Muhim savol. Bolalarga kuniga bir nechta, ayniqsa uxtasi bittida, uxum bir kofe ichimliklarini berish salomatlikka, ayniqsa muntazam iste'mol qilinganda sezilarli darajada zararli bo'lishi mumkin. Uxtasi bittada kofe ichimliklari odatda uxta asosiy tarkibiy qismini o'z ichiga oladi. Kofe, shakar va sut kukuni yoki krem. Bolalar uchun uchtasi bittada. Kofe ichishning asosiy zararlari. Bu ichimliklarning bolalar salomatligiga ta'siri asosan kofein va shakarning yuqori miqdori bilan bog'liq. 1. Kofeinning asab tizimiga ta'siri. Kofein markaziy asab tizimini rag'batlantiruvchi modda. Bolalar kattalarga qaraganda kofeinga nisbatan sezuvchanroq bo'lishadi. Uyqu buzilishi. Kofein uyqu siklini buzishi mumkin. Bu esa uyqusizlik, charchoq va diqqatni jamlash muammolariga olib keladi. Xavotir va asabiylashish. Yurak urish tezligini oshirib, bolalarda qo'rquv, bezoftalik va asabiylashishni keltirib chiqarishi mumkin. Giperfaollik. Ba'zi bolalarda ortiqcha harakat, e'tiborning tarqalishi va darslarga e'tibor bera olmaslikni kuchaytiradi. Yurak muammolari. Yuqori dozalar yurak urishi tezligining xavfli darajada oshishiga, taxikardiya olib kelishi mumkin. 2. Yuqori shakar miqdori. Uxtas bittada kofelar odatda oddiy kofega qaraganda ancha ko'p qo'shilgan shakarni o'z ichiga oladi, chunki uning ta'mi shu orqali yaxshilanadi. Tish kasalliklari. Muntazam shakar iste'moli, ayniqsa kofeinli ichimliklarda, tish emalini buzadi va karies xavfini keskin oshiradi. Semirish va diabet xavfi. Yuqori shakar iste'moli o'rtacha vazn to'plashga olib keladi. Bu esa kelajakda 2 toifa diabet va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Energiya cho'qqilari va pasayishlari. Shakar tez energiya berib, so'ngra birdaniga tushib ketadi. Bu esa bolaning kayfiyati va faolligida katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Oziqlantiruvchi moddalarning yetishmasligi. Bu ichimliklar yuqori kaloriya va shakarli bo'lishiga qaramay, bolaning o'sib rivojlanishi uchun zarur bo'lgan oqsil, vitamin va minerallarga juda kambag'aldir. Muntazam kofe ichish bolani foydali ichimliklardan, suv sut mahrum qilishi mumkin. Mutaxassislar tavsiyasi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti JSST va ko'pchilik pediatrlar bolalar va o'smirlarga kofeinli ichimliklarni ichmaslikni tavsiya qiladi. 6 yoshdan kichik bolalar mutlaqo kofein iste'mol qilmasliklari kerak. O'smirlar 2-8 yosh. Kofein iste'moli juda cheklangan bo'lishi kerak. Ba'zi manbalar kuniga 1.00 mgdan kam bo'lishini tavsiya qiladi, ammo kofeinli ichimliklar umuman tavsiya etilmaydi. Xulosa, bolalarga kuniga uxtasi bittada kofe berish ularning asab, yurak, tish va metabolik tizimiga jiddiy zararlar yetkazishi mumkin. Bu ichimliklar bolalar uchun umuman mos emas. Bolalar uchun kofe o'rniga foydaliroq bo'lgan, masalan, sut, suv yoki mevali choy kabi ichimliklar haqida ma'lumot qidiryapsizmi?